Amerika hökumətinin 2022 yılıq dövlət müdafiə hüquqi qanununu ma'qullashi Xitoyni qattiq bayram qilgan bo'lib, Xitoy Mudofaa Ministerligi bayonot e'lon qilib, noroziligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy Mudofaa Ministerligi bayonotchisi Tan Keyfe bayonot e'lon qilib, bu qonunning Xitoyning ichki ishlariga daxl tarviz qilganligini, Xitoy va Amerika armiyasining munosabatini og'ir darajada buzganligini, Xitoy bu qonunga qat'iy qarshi turganligini da'vo qilgan. Egilincha huquq berilgan xomchuk plani Sharqi Turkistonda majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning importini cheklash qatorliqlarni qo'llaydi ekan. Xitoy bu yil iqtisodning o'sishini muqimlashtirish va yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish uchun davomli bosh tuvaltadiganligini bildirdi. Davlatlik bosh idorasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda bu orqali kichik tipdagi korxonalarni texmo qo'llaydiganligini ta'kidlandi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Amerikadagi Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning tez ko'payishi sababidan nurg'un universitetlar yiroq musofirlik ma'rifga yuzlandi. 26 shtatdagi 70 dan ortiq universitet ikkinchi mavsumlik darsini to'g'rida davomlashtirganligini e'lon qildi. Harvard universiteti yiroq musofirlik ma'rifining yangi yilning oldingi 3 haftasida yo'lga qo'yilganligini, sharoit yaxshilansa birinchi oyning oxirida maktab rayoniga qaytib keladiganligini e'lon qildi. Fransiya 1 yanvardan boshlab Yevropa ittifoqining raislik vazifasini 6 oy muddat bilan o'tkazib oldi. Fransiya prezidenti Macron Xitoy virusi krizisidan keyin yo'lga qo'yilgan Yevropaning yangi taraqqiyot andisisi bilan yangilik yaratish va ishga o'rinlashishini ilgari surish, raqobat kuchiga kafolatlik qilish, klimatni qo'g'dash nishoniga mos qadamda menish uchun tirishadiganligini aytdi. Xitoy 2022 yilning 1-kuni Tayvan 1 nomli olam kemasi tomonidan avatilgan yangi bir turkum Mars suratlarini e'lon qildi. Xitoy davlatlik olam qatnashi idorasi yangi rasmlarning olam kemasining orbita izdiguvchisi va qo'zg'atuvchining har xil mashg'ulot sharoitini, shundaqla ular erishgan Mars yuzining yer tuzilishini ko'rsatib beradiganligini e'lon qildi. Amerika hökumətinin jazo yurgizishiga qaramay, Xitoyning chiroy to'nish texnikasi shirkati Shantangning paycheki 30 dekabr Hong Kongda rasmiy bozorga selindi. Amerika Moliya Ministerligi Shantang shirkatini Uyg'urlarni nuqtaliq nazorat qilishni asos qilgan chiroy farqlantirish texnikasini taraqqiy qildirib, kishilik huquqqa daxl tarviz qilish bilan ayblagan. Xabar qilinishicha, Shantang texnologiya shirkati aslida 17 dekabr Hong Kongda bozorga selinmoqchi bo'lib, bir necha hafta kechiktirilib, oxiri 30 dekabr amalga oshgan. Xitoyning Liaoning o'lkasi Dalian shahridagi bir bozorning yer osti uyida yuz bergan o't ofatida 9 odam o'lgan. Xinhua agentligining xabar qilishicha, o't taxminan 2 soat davomlashgan. O't ofatida bir o't o'chirish xodimini o'z ichiga olgan 9 odam qazo qilgan, 5 odam yaralangan.